Bo'ldi lekin endi tugadi. Afsus. Chaqmoq McQueen qani? Porschega nima bo'ldi? Taycanni sotordingizmi degan savollar bilan to'g'risi meni qiynab tashladinglar. Hozirgi paytda legendani ahvoli shunaqa bo'ldi. To'g'risi mashinani bunaqa holatda ko'rish men uchun juda ham achinarli holat, chunki oz muddatning ichida millionlab insonlarning qalbidan joy egalladi. Yosh ijodkorlarni blogerlik sohasiga qadam qo'yishiga juda ham katta sababchi bo'ldi. McQueen shouda hammaga emotsiya berdi, sizlarga ham emotsiya berdi. Xullas hamma maza qildi, lekin Chaqmoq McQueen esa shunaqa holatda. Ma'lumimiz, Xudoga shukr deb qadam bosishda davom etamiz. Xudo xolasa Chaqmoq McQueen o'zgacha ko'rinishda juda ham tez bo'lib, sizlarning qalbinglardan joy egallash uchun tez kunda qaytdi. Shu temir tanasi bilan bir qancha yoshlarga orzu hadya qilgan edi. Lekin hozir go'yoki hech kim eslamay qo'ygan. Мир без тебя полый, жизнь без тебя петух, душа томится в неволе.